Ustoz test natijalarim chiqdi. 120 balo bilan qaysi yo'nalishga, qaysi universitetlarga topshirsam bo'ladi? Aniqlab bera olasizmi? Aniqlab bera olayman. Birinchi faning qaysi? Matematika. Ikkinchi faning-chi? Fizika. O'zbek tilida topshirganmisan? Ha, o'zbek tilida topshirganman. Hozir aniqlaymiz. Qara shogird, sen 41 universitetga topshirsang kira olasan. O'tgan yil natijalar bilan solishtirib chiqdim. Faqat qaysi yo'nalishlarga kirishingni ertaga aniqlab beraman. Ertaga kelasan, bo'ptimi? Qara shogird, bu juda ham oson. 5 daqiqada aniqlasang bo'ladi. Buning uchun Play Marketdan telefoningga qayiq ilovasini ustanovka qilasan. Qayiq ilovasidan ro'yxatdan o'tgandan keyin statistika bo'limidan kirish ballariga o'tasan. Kirish ballarida o'zingni birinchi faningni matematika, ikkinchi faning fizika va to'plagan balingni kiritasan, hamda o'zbek tilini tanlaysan va qidirishni bosasan. Birinchi foydalanish tekin, ikkinchisidan boshlab 1700 so'mdan oladi. Tasdiqlash